Kimnidir yomon ko'rishga haqqingiz bor, yomon ko'rsatishga haqqingiz yo'q. Yangilik. Assalomu alaykum. Hozir bitta yangilik qildik. Xudo xolasa kira qilayotgan odamlar ham bundan buyog'iga maza qilib qoladi. Sababini aytaymi? Gazatorsiz qo'yiladi. Karburatorni o'zidan teshib turib qo'yiladi, xudo xolasa. Benzinga ham, gazga ham, metan propanga ham. Yuraveradi. Quvvati o'zgarmaydi, ligirovka tixotdan ham chiqib ketmaydi. Bunchalik emas. Buni xudo xolasa ertadan boshlaymiz. Mana o'zimizga boshladik, qo'yyapmiz. 3 kishi ishlaydi bunda. 3 kishi ishlaydi. Gazchi, karburatorchi, toker ishlaydi. Keyin gazator qo'ymaymiz. Gazator qo'ymaymiz, eski zavodskiy holatda qoladi. Akalar ogoh bo'linglar, Andijonda yangilik. Mega yangilikmi? Mega super yangilik bo'ladi. Super yangilik. 3tasi birda. Kira qilayotgan akalarimiz uchun o'ta bir kilometr ham kamida 30-50 gacha qo'shiladi. Kilometrga ham xudo xolasa. Bunga bu tajribada bo'lgan narsa. Akalar og'riyacha eshitdinglar bu so'zlarni. Prosta bu hali oddiy haqiqat, oddiy. Ya buni endi qo'ygandan keyin o'z shopir odam bitta minib ko'riblar. Salomat bo'lasiz deb qo'yadi. O'zi hozirga tanigan bilganlar mana nima qaranglar. Aka yangi mashina. Buni o'zi ancha izlandik. Ancha izlandik. Xudo xolasa mana yetdik shu daqiqalarga. Bu Andijonda yangilik. Andijonda. Boshqa joylardagilarga ham mega bor. yangilik, mega skidka emas, mega yangilik. Akalar prosta. Narx-navolarni ham ko'pchilik so'raydi. Nomerini ham bitta olib qo'ying, nomeri. Yangi mashinada salondan chiqqan, hozirga oldiga kelyapti, uyga ham bormayapti akamiz. Propan qo'yib keyin boraman deganmi, yo'q, metan qo'yib keyin boraman deganmi hozirga? Like bosganlarga jicha kamini qilib beramiz. Prosta akalar, qizartirib qo'yasizlar xolos. Xo'p. Sog' bo'linglar akalar.